Salom do'stlar, bugun suratdan Muhammad. Короче, bugun biz Craft Monster 3D o'yinida qo'shilib o'ynashni o'rgataman. Hozir bu video foydali bo'ladi deb o'ylayman. Hozir biz bu o'yinimizga kira olamiz. Interneti yoqqanlar stiker oladi, reklamalar. Hozircha mening internetim bor, o'zi internetimda o'zi telefon qutugina bakroq beradi. Shuning buni o'chiraman internetimni o'zi. Bizning igramiz ham kirib biz igra degan joyga kiramiz. Bu yerda ruscha yozilgan bo'lib, короче, tushuntirishim bo'yicha o'sha telefon bo'lishi kerak. O'sha telefon bo'lgandan keyin bitta telefon tochka yoqish kerak va ikki kishi ulanishi kerak. Ulangandan keyin o'sha ikki kishidan bir kishisi ikki kishidan bir kishisi world ochadi. World ochgandan keyin u kirganda durja degan joyga kiramiz. Durja degan joydan keyin mana shunaqa joyga nima chiqadi? Do'stingizning niki chiqadi. O'shani bosib, u qanaqa kirgan, nima nuqta ana plyuschani bosib projectga kirgan, o'shani qilib kirishlaringiz kerak. Yo'q, buni bosmasa projectga kirganmi? O'shani qilib sizlar kirishingiz kerak. Keyin bor bu men qo'yishlar. Agar sizlar mana shu videoga ikkita like qilsangiz, mayli, ikkita like qilsangiz, men ukam bilan shuni o'xshatib ko'rsatib beraman sizlarga. Like obdan.